Anna Karenina, qalb sukunati va fojianing ovozi. Ba'zan inson tashqi tomondan baxtli ko'rinadi, ammo uning yuragida jimjit bir bo'shliq yashaydi. Lev Tolstoyning Anna Karenina romani ana shu bo'shliq haqida. Bu muhabbat haqida emas, balki muhabbat uchun to'lanadigan bedor tunlar, yolg'izlik va jamiyat hukmi haqidagi asardir. Roman mashhur satr bilan boshlanadi. Barcha baxtli oilalar bir-biriga o'xshaydi. Har bir baxtsiz oila esa o'zicha baxtsizdir. Bu jumla ogohlantirish, chunki bu asarda baxt emas, aynan baxtsizlikning sabablari ochiladi. Anna, sukut ichidagi faryod. Anna Karenina, go'zallik va nafislik timsoli. U jamiyat ko'zida mukammal ayol, ammo qalbida tinimsiz bo'ron bor. U yashayotgandek ko'rinadi, aslida asta-sekin so'nib boradi. Vronsky bilan uchrashuv bu shunchaki sevgi emas, bu Annaning o'zini anglashga urinishidir. Ammo jamiyat uning bu jasoratini kechirmaydi, chunki bu dunyoda ayolning baxti ruxsat bilan o'lchanadi. Anna tanlov qiladi. U yolg'onni emas, haqiqatni tanlaydi, lekin haqiqat uni yolg'izlik sari yetaklaydi. Tolstoy jamiyatni shafqatsiz sudya sifatida tasvirlaydi. U kechirmaydi, tushunmaydi, faqat hukm qiladi. Erkakka ruxsat etilgan narsa ayol uchun gunohga aylanadi. Shu tarzda Anna sekin-asta jamiyatdan emas, hayotning o'zidan ajraladi. Roman ichida boshqa bir ovoz ham bor, Levining ovozi. U shovqinsiz, dabdabasiz yashashni tanlaydi. U hayotni mehnat, halollik va ichki poklik orqali anglashga urinadi. Tolstoy aynan Levin orqali inson baxti tashqarida emas, qalb tinchligida ekanini ko'rsatadi. Anna Karenina bu muhabbat haqida emas, bu tanlov haqida, bu yolg'izlik haqida, bu inson jamiyatga sig'may qolganida nima bo'lishi haqida.